Ikkinchi sabab. O'tgan ish o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab, u bilan ovora bo'lib siqilish, bo'lib o'tgan ishlarni yana yodga olib turib qayg'urishlik ahmoqlik va tentaklik. O'sha paytda mana qilganimda mana bo'lardi, esistikina. Hozir mana shunaqa qilib o'tirmas edim. O'sha paytda gugut olib qo'yganimda pulimga. U o'tdi ketdi. O'tdi ketdi. U o'ldi, ko'mildi, chiridi, ketdi, uni qaytarib bo'lmaydi. Aqlli odamlar hech qachon o'tib ketgan ishlarni kitobini ochib o'qimaydi. Esdan chiqarish zindoniga tashlaydi, beparvolik iplar bilan mahkam baylaydi, qaytib u yerdan chiqarmaydi. Ustiga nur tushmaydi. Chunki u ish o'tdi, ketdi. G'am qilganingizdan orqaga qaytmaydi, qayg'urganingizdan tuzalmaydi, eslab jazoga tushganingiz bilan qaytib oldingizga kelmaydi. Inson agar o'tib ketgan ishlarda soyasida yashasa har kuni, bugungi kuni nihoyatda achchiq bo'lib ketadi. Axir daryoda orqaga qaytishni xohlaymizmi? Bo'lmaydi. Osmondan tushgan suv tomchisini qaytib chiqib ketishini xohlaymizmi? Onani qornidan chiqqan bolani qaytishini xohlaymizmi joyiga? Nima? Ko'z yoshli qaytib ko'zga kirishini xohlaymizmi?